Uyingurul ikimiz Ray Center bozorning yanında joylashgan, yangi qurilgan 7 qavatli binoning 3-qavatında 3 xonali kvartira ijaraga beriladi ekan. Shuni hozir bir xatar ko'rib tanishtirib o'tamiz. Yine 3-qavata chiqdik. Bu yerda yine joyimiz ijaraga beriladi ekan. Bismillah deb kiradigan bo'lsak, 3 xonali kvartira. Yerimizde yine zal kısmı, zalımız ham oldu yine perde gelemi tayyor halında. Ataplı yine sistemaları ötken. Böyle mestalar ham çok ki mestada joylashgan. Dehqon bozorning yanganasında joylashgan domumuz. Yerimizde kuxnya joyimiz. Kuxnyada atapleneler ötken, stendek kotyolları, gaz plitasi, kuxnya mebel ve tishkalari mavjud. Kiyinlama qaragan ekan. Vanna joyi отдельный. Bu yerda hojatxonasi ham отдельный joylashgan. Yerimizde bir spalni. Spalni ham yine ulu. 324 razmerde tushgan. Şu duruşunda indi kemiz küdükü bolsa uyni yesini açsanızla kemiz küdüklerini koyup verer. $200 deydi narxlarını ijaraga. Indi sibini ayla bolsa yaşab oturar edi. 3 xonali bemalol kiyim anlatomli fon qilingan. Uyni egalarining nomerlarini qo'yib qo'yamiz, bemalol telefon urib o'zlari bilan savdolashib olasizlar. Siz e'tiborlaringiz uchun katta rahmat deb qolamiz. Yangi videolarimizni ko'rishguncha xayr. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling.